Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Satova Cobalt qo'yib beramiz. Paket Cobalt 2025-yil. Kuzov motor 26 bo'ladi. Chotki sostoyaniyada full pozitsiyasi, eng oxirgi pozitsiya. Yine 2026-yil. Gördingizmi? Chotki qirchilgan, aytgan joyi yo'q. Paket turibdi mashinamiz. Hozir kilometrni ham ko'rsatamiz. Tak, mashinamizni kilometr 4000 kilometr yurib turibdi. Mashin benzinda full yine. Koja sidinyalar, hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib sostoyaniyada turibdi mashinamiz. Yine holat. Görünüşü tak. Mo'yka qildirmoqlar mashinani. To'g'ri olib turibmiz. Hozir arkasini ham ochib ko'rsatib beramiz, hurmatli yurtdoshlar. Tak. Yine. Hali zapaskalari o'ynalmagan mashinani. Benzinda bo'ladi mashinamiz. Narxına keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, mashinamizning narxi 147 milyon so'm. Ekranda berilgan telefon raqamlari telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuning Cobalt so'rab yurgan donish bilishlarga tashakkur qilamiz.